Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Ubaytools YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ko'pchilik ustakalarimiz so'ragan настольный pila apparatimiz haqida gaplashamiz. Bu apparatimiz qanaqa ishlaydi, o'zi kimlar ishlatiladi, nima xususiyatlari bor? Shu apparatimiz haqida shu videoda batafsil gaplashamiz. Bu apparatimiz Rolf brendiga tegishli bo'ladi. Настольный pila. Bu apparatimizning bo'yini uzunligi 82 cm bo'ladi. Doskasining razmeri 1 metrga 62 cm keladi. Doskaning ustida ko'rsanglar bo'ladi akalar, o'zining ikkita lineykasi bor. Bu lineykalar bilan o'zingizga to'g'ri kelgan gradusni qo'yib turib bemalol diska bo'ladimi, taxta bo'ladimi, ideal darajada kessanglar bo'ladi. Diskining ustida shunaqa защитный qoplamasi bor. Bu sizlarni qo'lingizga kirib ketmasligini oldini oladigan защитный qoplama bo'ladi. Ahamiyat bersanglar, buni tepasida mana shunaqa trubkasi bor. Bu trubkasiga bemalol pilsos yoki qoplab qo'ysanglar, pilsos vazifasini ham bajaradi, chang yetib bormaydi akalar. Bu настольный pilamizning diskining razmeri 255 talik bo'ladi, 45 gradusga yotadi. Bu настольный pilamiz shochli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Motorining kuchi 1800 Watt, obroti 4300 bo'ladi. Bu настольный pilamizning o'zi asosan mebel ustakalarimiz ishlatishadi. Bu apparatda ko'rsanglar bo'ladi, doskasida o'zining ikkita lineykasi bor. Bu lineykasida o'zingizga to'g'ri kelgan razmerni qo'yib, kesib ideal darajada ishlarni bitirib olsanglar bo'ladi. Bu настольный pilamiz o'zi qanaqa yig'iladi? Akalar, yig'ilishi juda ham sodda. Korobkadan ochilgan paytda faqatgina mana shu kichkinagina qismi bo'ladi. Qolgan joylarini o'zingizlar yig'ib olasizlar. Hozir video davomida o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Biz qanaqa yig'ganimizni shu bo'yicha o'zingizlarga shpargalka vazifasida yig'ib olsanglar bo'ladi. Ukam, shuncha gapirding. Endi bitta ishlashini ham ko'rsatib olasizlarmi? Endi ishlashini ko'ramiz. Ishlaganini ko'rdinglar akalar. Ishlashi juda ham zo'r, 45 gradusga ham ideal darajada kesib berdi akalar. Mebel ustakalarimiz uchun men uchun juda ham foydasi tegadi. Akalar, narxi juda ham hamyon bo'lib chiqadi. Bundan oldingi videolarimizda kommentariyada akalarimiz yozishgan ekan, nimaga apparatlar narxini aytmayapsan deyshotdi. Akalar, kommentariyada havola qoldiramiz. Ubaytools havolasi, o'sha yerga kirsanglar, nafaqat bu apparatimizni, boshqa tovarlarimiz haqida ham to'liq ma'lumot bor. Narxlarini ham ko'rsatib o'tganmiz akalar. Agar sizlarga yoqsa, bemalol o'sha yerdan buyurtma bersanglar, dastavka qilib ham yetkazib beramiz akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like qizartirib qo'yinglar. Bu videoni mebel ishlanishinglar bo'lsa, tez jo'natib qo'yinglar.